Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Qarshida joylashgan Fanfaro moy almashtirish markazining mehnatsevar xodimlari bilan tanishamiz. Bu inson Maqsud aka bizning Fanfaro servisimizidagi yoshi ulug' va tajribasi eng baland ustalarimizdan. Meni ismim Maqsud, Fanfaro servisga 10 yildan beri ishlayman. O'z kasbimni yaxshi ko'raman. Bu bola esa servisimdagi eng kichkina xodim bo'lib, uning ismi Abdurahmon. U ko'p gapiradi, lekin ishiga javob beradigan bola. Assalomu alaykum. Meni ismim Abdurahmon. Ancha muddatdan beri Fanfaro moy almashtirish servisida xizmat ko'rsataman. Avtomat korobka moylari bo'yicha mutaxassisman. Lubboy joyga Lubboy mashinaning korobkasini, reduktorini moyni almashtirib beraman. Sizlar olib kelavering Lubboy mashinangizni. Bu bola esa Kamron. U avtomobil motor moylarining mutaxassisi. Meni ismim Kamron, avtomobil motor moylarini almashtirish bo'yicha 7 yillik tajribaga ega mutaxassisman va o'z tajribamga ishonaman. Bu esa Ulug'bek, antifrizlar bo'yicha mutaxassis. Meni ismim Ulug'bek, men antifriz bo'yicha 3 yillik mutaxassisman va o'z tajribamga ishonaman. Bu esa Johir aka, bizning ish boshqaruvchimiz va sifatga javobgar shaxs hisoblanadi. Agarda sizga sifatli xizmatlar va 27 yillik ishonchga ega bo'lgan servis kerak bo'lsa, unda Fanfaro servisga murojaat qiling.